Qirg'iziston Respublikasida mana shunaqa psoriaz, ekzema, qichishqoq yaralarga, oshqozon, ichak kasalliklariga davo bo'ladigan Qo'tirbuloq bor. Bu Qirg'iziston Respublikasining Qadamjoy rayonida joylashgan bo'lib, O'zbekistonda Farg'ona shahriga yaqin chegarada turadi. Qo'tirbuloq shunaqangi shifoki, mana bu pastdan buloqda olishyapti ayollar. Mana shu to'g'ridagi tog'dan sizib chiqadi. Necha asrdan beri mana uni shifolari ko'p. Bu agar siz burningizda allergiya bo'layotgan bo'lsa, qichishsa, tinmay chuchkursangiz, narsa yesangiz, tanangizga yomon narsa tushib ketsa yoki yiringlik bitmayotgan kasalliklaringiz bo'lsa, Qo'tirbuloq sizga shifo bo'ladi. Qo'tirbuloqda shifosi ko'pligidan tinimsiz odamlar kelib suvda olib ketadi. Buni vanna qilib cho'milsa, psoriazlar bitta qo'ymay to'kilib ketadi. Bundan tashqari bitmayotgan yiringlik kasallar, ekzemalar, qichishqoqlar, oshqozon, ichak, rak kasalliklariga ham rosa mashalloh shifo bo'ladi. Buni lokatsiyasi Qo'tirbuloqda Qirg'iziston Respublikasi Qadamjoy rayonida. Mana qirg'izlar o'zi ham kelib olib ketishyapti. Mana Qo'tirbuloqda olishyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nimaga shifo? Boqa aytvoring. Olib kelaytirman. Televideniyaga ketyapman aka. Shifosini bilsangiz aytvoring, opa. Men ham yaxshi bilmayman-ku, ammo haligi oshqozon ichak yara oshqozon ana shu. Hali qichima kasallar bor. Haligi badanida ashunaqalarda surib chiqaradi deyishyapti-yu. Tuzatadi o'shalarni. Oshqozon, ichak, yara kasalliklariga ham davo bo'lar ekan. Demak, oshqozoningizda yara bo'lsa, bitmayotgan yaralar bo'lsa, ichaklarda yaralar bo'lsa, sizni tanangizda yiringlik, bitmayotgan yaralar, quruq, ekzemalar, psoriazlar bo'lsa, hammasiga shifo. Agar kasal bo'lmasangiz, sog' bo'lsangiz, bu sog'ligingizga sog'lik qo'shadigan bu bir muborak buloq hisoblanadi. Buni olib borib vanna qilsa ham bo'ladi. Shu teri kasalliklarga shu haligi o'z oti bilan Qo'tir deyapti-yu. Teri kasalligiga ayniqsa. Teri kasalliklari borlar Qirg'iziston Respublikasi Qadamjoyga kelaverasizlar. Qadamjoy rayoni Qo'tirbuloq, Farg'ona vodiysiga yaqin hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida.